Hamzat Chimayev nakasi Artur Chimayev Hamzat haqidagi bahsli savollarga javob berdi. Vazn tashlash bilan bog'liq muammo paydo bo'ldi. 20 gram qolganida tanasi deyarli ishlamay qoldi, yura olmay ham qolgandi. Nega qisqa vaqtda bunday katta vazn tashlashiga to'g'ri keldi? UFC bizga Proxaska bilan 93 kilogramda jang berishini aytdi. Hamzat shunga tayyorlanayotgan edi, lekin UFC'ning qarori o'zgarib, shonni berishga qaror qabul qildi, lekin Hamzat yo'q deya olmadi. Hamzat necha kilodan 84 ga tushdi? 105 dan 84 kilogacha vazn tashladi. Aytganimdek, Proxaska bilan jangga tayyorlanayotgan edi. Nega Hamzat jangni bekor qilmadi? Hamzat jangni bekor qilishni xohlamadi, chunki raqib topolmay jang qilish muddati uzoq bo'lib ketayotgan edi. Chimayevning keyingi rejalari qanday? Hamzat revansh jangini xohlayapti. UFC'dan Abu Dabiga oktyabr oyida revansh jangi so'radik. Hamzat jangdan so'ng nima dedi? Qo'limdan kelganini qildim, lekin tanam o'zimga bo'ysunmadi, kuchim qolmadi deb hammamizdan uzr so'radi.